Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanal kuzatuvchilari. 7 etaj salonimizning 5-etajında bir xonamiz 2 xonali sotib olgan. Har etajimizda 3 xonadan bor, liftlarimiz polni ishlab turibdi. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, Kamiljon otamiz muzeyini oldinda 7 etajda bor, shuni 5-etajında bo'ladi. Bu yerda garaj subaysa, kamushkan bir kirzab qo'yimiz ham yaqin. Shu dorimizdagi bir xonani görüp danışıp chiqamiz. 2 xona zat qo'yib turib, kvadratdan 40 kvadrat oladi. Like paysa salabilamizdan poddesh yapib turamiz yurtdoshlar. Bir yakta tushuntirib danıştirib beramiz. Birimizda girganimizda kuxnini ko'chirib qo'yib turayna. Kuxni mebellarimiz, gaz plitkalarimiz, hamma o'zimiz tayyor edi. Mo'ykamiz, bir de gaz plitkamiz. Fondan bir bedene handiklarımızdan qo'yib turibdi. Bir de pirxoshga mebel qo'yamasangiz ham sig'adi. Kelinglar birimizda yana xonasini tushuntirsak. Xonamiz keng, hamma yer döşalgan. Fonda patoklarımızdan shunday tuzatilgan zalus perdelerimiz bor. Bedena konditsionerimiz ham qo'yib turibdi. Registrlarimiz tashalgan. Hammasi skalada. Birimizda televizor qo'yib beraverasizlar. Kvadrat ham 40 kvadrat. Yan tarafımızda yine sanuzel. Plastikten çıkıp turibdi. Bundan tutacağımız bir edi. Moniklarimiz ham tashalgan. Eshiklarimiz semdek eshikdan qurilgan. Yurtdoshlar birimizda kuxnya bo'lgan, yengilliklarga e'tibor bering, spalniyatni qo'yib turib. Gaz usiyatdan muammosi yo'q, do'konning katyo'llarimiz ham yana qo'yilgan. Bu yerda gaz o'chishlarimiz kelib turibdi. O'chishlarimiz bor. Bu yerda ochiq gaz balkonimiz ham bor. Urdu üstümüz ham yaqin. Narxini keladigan bo'lsa, yurtdoshlar 340 million gelişib berladim. Kim ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizda chiqaverasizlar. Sotiladigan uylaringiz bo'lsa, bemalol telefonla sotishda yordam beramiz. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.